Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yozning qaynoq kunlarida qanday qilib yuzimizni to'g'ri parvarishlash xususida bir necha tavsiyalarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Issiqlik va yorqin quyosh tashqi ko'rinishga salbiy ta'sir qiladi. Piling, qizarish, toshmalar yozda paydo bo'ladigan keng tarqalgan muammolardir. Ushbu davrda yuz terisini parvarish qilish juda muhim hisoblanadi. Biz issiq mavsumda o'zingizga to'g'ri g'amxo'rlik qilishingizga yordam beradigan maslahatlarni to'pladik. Bularning birinchisi quyoshdan himoya haqida albatta unutmang. Bu yozgi parvarishning asosiy qoidasi hisoblanadi. Bu terining qarishi va ajinlar paydo bo'lishiga olib keladigan ultrabinafsha nurlanishdir. Siz SPF'li mahsulotlarni nafaqat plyajda ishlatishingiz kerak, balki ularni har safar ko'chaga chiqishdan oldin ham qo'llashingiz shart va zarur. Ideal variant yoz uchun quyosh kremi kun bilan demak yuzingizda turishi kerak. Uydan chiqishidan 20-30 daqiqa avval yuzingizga surasiz albatta. Ikkinchi maslahatimiz esa to'g'ri parvarish mahsulotlarini tanlashdir. Yozgi parvarish uchun qalin, yog'li tuzilishga ega mahsulotlar mos kelmaydi. Yengil mahsulotlarni tanlash kerak. Suyuqlik, gel, sprey bu teshiklarni tiqilib qolishini oldini olishga yordam beradi. Yozgi kompleks parvarishlash epidermisning himoya to'sig'ini saqlab qolish, chuqur tozalash va namlash uchun mahsulotlarni o'z ichiga olishi kerak. Yozgi parvarish uchun kosmetika va terini parvarish qilish mahsulotlari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak. Birinchi navbatda antioksidantlar, gialuron va sut kislotalari, aloe ekstrakti, suv o'tlari, pantenol, karbamid. Dushdan keyin darhol namlovchi gel va kremlarni qo'llang. Suv protseduralaridan so'ng teshiklar ochiladi, faol moddalar dermisning chuqur qatlamlarga kiradi. Bundan tashqari suv zararlari teri yuzasida qoladi. Ular namlovchi komponentlar bilan yopiladi. Yoz uchun faqat past molekulyar og'irlikdagi gialuron kislotalari bo'lgan mahsulotlar mos keladi. Barcha yog'li o'zgarishlar teriga kirmaydi va sirtda blokirovka qiluvchi plyonka hosil qiladi. Yozda bu ta'sir foydasiz, hatto yog'li teri uchun ham konkretdir. Yozda spirtli, kislotalar va retinolni o'z ichiga olgan kosmetikadan foydalanmaslik kerak. Uchinchi maslahatimiz muntazam tozalash haqida unutmang. Yozda teri terlaydi, teshiklar chang va yog' bilan tiqilib qoladi. Natijada qizarish, qora nuqta va sivilchalar paydo bo'ladi. Muntazam tozalash bunday muammolar paydo bo'lishini oldini olishga yordam beradi, lekin eng muhimi terining mikrobiomini va epidermal to'siqni buzmaslik uchun uni haddan tashqari oshirmang. Yoz uchun ko'pik yoki gel bilan yuvish yetarli emas. Shuningdek, elektr tebranish cho'tkalari kerak bo'ladi. Kirni yumshoq va teng ravishda olib tashlang. Bo'yanish yog'larini eritib yuboring va qo'lda tozalashdan 6 barobar samaraliroqligini his qiling. Keyingi maslahatimiz esa lab terisini parvarish qilishni unutmang. Yozda lablar suvsizlanishdan, quyoshdan va changli shamoldan yuzning terisidan kam emas. Himoya qilish uchun sizni quyoshdan himoya qiluvchi, namlantiruvchi labda balzamni tanlashingiz kerak. Haftada 2 marta yog'lar va meva ekstraktlari bilan tungi niqobni qo'llang. Mahsulotlar intensiv ravishda oziqlantiradi va antioksidant ta'siriga ega ham hisoblanadi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.